Qayt uchun qanaqa yangiligimiz bor? Endi bu sirda. Keyin aytamiz. Keyin aytamiz. Voy, bularni qarang. Kattaligini qarang. Voy. Buni qarang, vajohatini qarang bularni. Ko'pligini. Xullas, Qurbon hayiti uchun sizlarga juda ham katta yangiligimiz bor. Mana bular tuz, ha, aka? Ha, bular tuz. Aka, molga mana shu tuz nima uchun kerak? Bitta ayting. Ko'pchilik bilmasdi. Misol uchun o'zimiz ovqatga tuz solamiz-ku. Xo'p. O'shanday gapda bu ham. Foydasi bormi organizmga? Bormi? Qanaqa foydasi bor? Misol uchun o'sha vitamin bo'ladi. Yo, siz bilmas ekansiz. Molga tuzni qanaqa foydasi bor? Foydasi ichaklarni kengaytiradi. Aha. Molni apetitini ochadi. Aha. O'zi xohlagan paytiga mana tilini qichishini borku, Aha. xohlagan narsalar tuz. Ha, shuning uchun ekan. Siz ham eshitdingiz, ha? O'rganib oling, bu safar so'rayman. Bu kattaligini qaranglar. Xullas,